Qirg'izistonda o'ta og'ir jinoyatlar uchun o'lim jazosi joriy etilishi mumkin. Bu boradagi tashabbusni prezident Sadir Japarov ilgari surmoqda. Ta'kidlash joiz, bu taklif 17 yoshli qiz Aysulu Mukashevaning 41 yoshli erkak tomonidan vahshiylarcha o'ldirilgani fonida yuz beryapti. Prezident matbuot kotibi Askat Alagozovning aytishicha, mazkur ish shaxsan davlat rahbarining nazoratida turibdi. Japarov huquqiy boshqarma rahbari Murat Ukushevga ayollar va bolalarga nisbatan qotillik hamda zo'rlash jinoyatlari uchun o'lim jazosini joriy etish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqish topshirig'ini bergan. Ma'lumot uchun 1998-yil 8-dekabrda Qirg'izistonda o'lim jazosini ijro etishga moratoriy joriy etilgan. Shundan keyin moratoriy har yili yangilanib turgan. 2007-yilda esa mamlakat jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, o'lim jazosi butunlay bekor qilingan.